Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: shunday zamon keladiki, unda xushulik yo'qoladi. Unda tasodifiy o'limlar ko'payadi, unda zilzilalar ko'payadi, unda musulmon bilmagan odami bilan salomlashmay qo'yadi. Unda qotilliklar ko'payadi, unda odamlar ma'siyatli ishlari bilan maqtanadilar. Sahobalar so'radilar: "Qachon yo Rasululloh? Bu hodisalar oxir zamonda sodir bo'ladi", dedilar. Agarda sodir bo'lgan bo'lsa, unda qiyomat soatini kutavering. Bu xuddi bizning zamonamiz. Ajib kunlar. Ota-onalar farzandlarining kiyimlari va taomlarining g'amini yeb, axloqiy qadriyatlarini singdirishni unutyaptilar. Ishchilar maoshlari kamligi tufayli ishlashni xohlamayaptilar. Aslida esa rizqni Alloh taolo berayotganini unutganlar. Yigit va qizlar butun kundagi vaqtlarini sayr bilan o'tkazadilar. Bozorlarda yurib charchamaydilar. Keyin bir rakat namoz o'qishga kelganda esa holdan toyib qoladilar. Yigit va qizlar musiqalarni sevib tinglaydi.